birinchi qavatdan o'zim ta'mirlayman deganlar uchun 2 xonali, 2 tomonlama ideal proyekt kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Birinchi xonamiz bo'lib o'tyapti. Razyali bo'lgan sanuzorimiz, oshxonamiz va ikkinchi xonamiz. Derazalarimiz reshotka qilingan, derazalarimiz almashgan, plast derazalarda bu oshxona qismi bo'lib o'tyapti. Gaz shochiklari almashgan. Uyimizning ichidan podvalga tushadigan xodlarimizni qilganlar. Hozir bu yoqdan ko'ramiz. Avval ikkinchi xonamizni ko'raylik. Bu ikkinchi xonamiz bo'lib o'tyapti. Uyimiz umumiy maydoni 70 metr kvadrat, bonusiga podval ham 70 metr kvadrat. Podvalga ko'chadan ham xod kirsa bo'ladi, ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Uyimiz 13-maktabning oldida joylashgan, 5-mikrorayon Meloja restoranning orqa tomonida. Uyimiz 5 qavatli yangi g'ishli domni birinchi qavatda joylashgan. Gaz shochiklari almashgan. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Uyimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kimga ko'proq ma'lumot qiziq bo'lsa agar pastdagi nomerlarga murojaat qilib, kelib ko'rib baraka qilib ketishingiz mumkin. Hammalaringizga rahmat.